ba'zan bir qismda hech kim qichqirmaydi, hech kim urushmaydi. Hamma narsa go'yoki tinchgandek ko'rinadi. Lekin aynan shunday sukunat ichida eng dahshatli haqiqatlar ochiladi. Bu safargi voqealarda ham shunday bo'ldi. Sahnada juda kuchli janjallar, qichqiriqlar yoki ko'z yoshlar bo'lmasa-da, tomoshabin yuragi qattiq urardi. Chunki yuzaki ko'rinadigan bu sokinlik ichida juda chuqur yaralar edi. Kimdir kechirdi, kimdir kechirilgandek bo'ldi. Kimdir esa aynan shu yumshoqlik ortiga yangi o'yinini yashirdi. Eng og'iri shundaki, bu qismda aytilgan gaplardan ko'ra aytilmay qolgan gaplar ko'proq narsani fosh qildi. Suhbat juda oddiy boshlandi. Otasi o'z xonasida yolg'iz o'tirib, derazadan tashqariga tikilardi. Uning ko'zlari uzoqqa qarab ketgan, qo'llari titrab turardi. Tashqaridan hali ham o'sha o'tkir, o'sha qattiq va o'sha hukmron odamdek ko'rinar edi. Lekin ichida allaqachon sinib bo'lgan edi. O'sha kuni ertalab u yana ovqat yemagan edi. Bunga uzoq vaqt bo'ldi. Qizi navbatchilik qilib kelganida ovqat stolida hech narsa tegmaganligini ko'rib, yuragi ezildi. Uning ovozi titrab turardi. "Dadajon, siz yana ovqat yemabsiz?" dedi qizi va unga yaqinlashdi. Otasi boshini ko'tardi. Uning yuzida g'urur hali ham bor edi. Lekin bu g'ururning orqasida kuchsizlik yashiringanini hamma sezardi. "Menga ishtaha yo'q", dedi otasi. "Nega ovqat yeyish kerak? Kecha nima yebdi? Bugun nima yebdi baribir?" Qizi uning yoniga o'tirdi va qo'lini otasining qo'liga qo'ydi. U bu qo'llarning bir paytlar naqadar kuchli va qattiq bo'lganini eslardi. Hozir esa ular naqadar titroq va zaif edi. Otasi qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi, lekin qo'lini ko'tarishga ham kuchi yetmadi. Shunda u tushundi. Bu odam endi buyruq beruvchi, hukmron, barcha ustidan hukm o'rnatuvchi otasi emas edi. Bu endi umrining oxirrog'iga yaqinlashayotgan, yolg'izlik va pushaymon ichida ezilgan bir inson edi. U qizining oldida birdaniga yumshab qolgani mehrdan ko'ra ko'proq pushaymonning natijasi edi. Ko'zlarida yosh emas, lekin ko'zlari ichida bir narsa yonib turardi. U hali ham aytolmagan, hali ham tan olmagan narsa. Umr davomida qilgan adolatsizliklari, baqirgan vaqtlari, qattiq qo'lligi, oilasiga nisbatan bergan jarohatlari, endi bularning hammasi uning yuragini ezib tashlagandi. Kasallik uni tanasi bilan birga ichidan ham yemirib borardi. "Dadajon", dedi qizi yumshoq ovozda. "Menga qarang. Men sizga ovqat olib keldim. Ozgina bo'lsa ham yeysiz." Otasi birdaniga qizining yuziga tikildi. Shu payt uning ko'zlari ichida bolalarcha bir narsa paydo bo'ldi. Qo'rquv, kuchli, dahshatli, buyruq beruvchi otasining ko'zlarida qo'rquvni ko'rishning o'zi qizning yuragini ezib tashladi. "Qizim", dedi otasi va uning ovozi bo'g'ildi. "Sen hali ketmadingmi?" "Ketmayman, dadajon", dedi qizi va uning qo'lini siqdi. "Men siz bilanman." Otasi bir necha soniya sukut saqladi. So'ng sekin, juda sekin gapirdi. "Men o'tmishda ko'p narsalarni noto'g'ri qildim. Ko'p adolatsizliklar qildim. Seni, onangni, oilani men noto'g'ri bo'ldim." Qizi hayratda qoldi. Bu so'zlar otasining og'zidan chiqqaniga ishonolmadi. U umrida hech qachon otasidan "men noto'g'ri bo'ldim" degan iborani eshitmagan edi. Lekin uning nimani anglatayotganini tushunish uchun qo'shimcha so'zlar kerak emas edi. Otasi endi buyruq bilan emas, balki ehtiyoj bilan qizini yonida ushlab qolmoqchi edi. U yolg'izlikni his qilardi. Yonida odam bo'lmasa, ovqat unga o'tmasdi. U kechikib bo'lsa ham juftning qadriga yetayotgan edi. Lekin bu qadrlashning o'zi uning ichidagi pushaymonning og'irligini yanada oshirardi. "Dadajon", dedi qizi va uning oldiga tiz cho'kdi. "Siz yolg'iz emassiz. Men shu yerdaman. Onam ham. Hammamiz shu yerdamiz." Lekin otasi boshini chayqab qo'ydi. "Men o'z jazosini tortyapman", dedi u. "Bu kasallik emas qizim. Bu jazo." Qizi juda xavotirga tushdi. U otasini quchoqlab, boshini ko'ksiga bosdi. "Hech qanday jazo yo'q, dadajon. Bu faqat kasallik. Davolanish kerak." Otasi esa indamadi. U faqat qizning boshini silab derazaga tikildi. U o'zini kasal emas, gunohi bilan yashayotgan odamdek tutardi. Shu daqiqada qizi tushundi. Kechirim so'rash oson, lekin kechirimni qabul qilish ba'zan undan ham qiyin. Otasi hali o'zini kechirmagan edi. O'zini kechirmagan odam esa boshqalarning kechirimini ham to'liq qabul qila olmaydi.
Demak, oldinda hali ko'p yarashuv bo'ladi. Ammo bu yarashuv quvonchli emas, og'riqli bo'ladi. Juda kechikkan, juda ko'z yoshli, juda qiyin bir yarashuv. O'sha kuni qizi uydan chiqib ketayotganda yo'lda kuyovi kutib turgan edi. U mashinada o'tirib, qizining yuzidagi ifodani ko'rdi. Bu ifoda uni darhol xavotirga soldi. "Nima bo'ldi?" dedi. Kuyov va qiziga qarab, "Dadangiz bilan hammasi yaxshimi?" Qizi mashinaga o'tirdi va bir necha soniya sukut saqladi. So'ng boshini burib, kuyoviga qaradi. "U men bilan gaplashdi", dedi qizi. "U kechirim so'radi. Birinchi marta. Eshitsang, birinchi marta." Kuyovi hayratda qoldi. U bu otani yaxshi tanir edi. Bir paytlar uning oldida tiz cho'kib, qizini so'raganida, bu odam unga naqadar qattiq va naqadar sovuq bo'lganini hali ham eslardi. Uning ko'zlarida hech qanday mehr yo'q edi. Faqat hukm, faqat baho, faqat o'lchov bor edi. Endi esa aynan o'sha odam kechirim so'rayapti. Bu haqiqatga o'xshamasdi. "Nima dedi?" deb so'radi kuyov. Qizi nafas oldi. U o'tmishdagi adolatsizliklar haqida gapirdi. Onamni, meni, sizni, u noto'g'ri bo'lganini aytdi. Kuyov bir necha soniya sukut saqladi. Uning yuzida g'azab ham, hayrat ham, qandaydir og'riq ham bor edi. "Men uni kechirishga tayyormi?" dedi u, o'ziga o'zi savol berib. "Bilmayman, lekin agar sen uni kechirmoqchi bo'lsang, men ham harakat qilaman." Qizi uning qo'lini siqdi. "Men sizni ham kechirishingizni so'rayman", dedi u. "Otam bilan sizning orangizda uzilgan ko'prikni qayta tiklashga harakat qilmoqchiman. Chunki oilani faqat mehr saqlab qolmaydi. Ba'zan bir haqiqatni tan olish, bir noto'g'ri hukmni qaytarib olish kerak." Kuyov boshini chayqab qo'ydi. U otasining qancha adolatsizlik qilganini, qancha vaqt ularni oiladan ayirganini, qancha og'riq keltirganini yaxshi eslardi. Lekin qizining ko'zlarida yashayotgan umid va mehrni ko'rib, uning yuragi yumshadi. "Agar bu sizni yengillatsa, men ham harakat qilaman", dedi u. "Lekin bil, bu oson bo'lmaydi. U mening ko'z o'ngimda juda ko'p narsani buzdi." "Men bilaman", dedi qizi. "Lekin vaqt o'tmoqda. Uning kasalligi og'irlashmoqda. Agar hozir yarashmasak, keyin juda kech bo'lishi mumkin." Mashina jim bo'lib qoldi. Ikkalasi ham o'z fikrlari ichida edi. Lekin qizi otasi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng yengil tortganini his qilardi. U tushundi. Kechirim so'rashning o'zi ham bir yengillik edi. Otasi hali o'zini kechirmagan bo'lsa ham, uni qabul qilishga tayyorligini bildirgan edi. Bu esa boshlanish edi. Qizi va kuyovi uyga qaytib kelganlarida onasining xonasida juda g'alati suhbatni eshitib qolishdi. Onasi yolg'iz o'tirib, eski suratlarni ko'rib yig'layotgan edi. Suratlarda maftuna va nazokat bor edi. Onasi barmog'i bilan nazokatning yuzini silab, nimalardir deb g'o'ldiradi. "Onajon", dedi qizi va unga yaqinlashdi. "Nima bo'ldi?" Onasi boshini ko'tardi. Uning ko'zlari yoshga to'la edi. "Nazokat, esingdami?" dedi onasi. "U mening ko'zlarimni ochgan ayol edi. U menga hayotni o'rgatdi. U yo'q endi, lekin uning izi hamon shu yerda." Qizi onasining yoniga o'tirdi. U nazokatni yaxshi eslardi. Uning iliq tabassumini, uning har doim hammani qanday tinchlantirishini bilar edi. Nazokat bu oilani sindirgan ham edi, lekin ayni paytda ularni o'zgartirgan ham. Uning o'limi hammaga saboq bo'lgan edi. "Onajon, nazokat o'tdi", dedi qizi. "U endi bu yerda emas, lekin uning ta'siri hali ham bor", dedi onasi. "Mana qarang, men hali ham uning aytgan gaplarini eslayman. U menga yurakni tosh qilma, yumshoq bo'l dedi. Men esa unga quloq solmadim." Hozir esa onasining ovozi bo'g'ildi. U yana yig'lay boshladi. Qizi uning qo'lini ushlab, boshini yelkasiga qo'ydi. "Onajon, o'tmishni o'zgartira olmaymiz, lekin kelajakni o'zgartira olamiz. Nazokat sizga nimani o'rgatgan bo'lsa, hozir uni qo'llay olasiz." Onasi boshini ko'tardi va qiziga qaradi. "Bilasanmi, men nazokatning o'limidan so'ng bir narsani tushundim. Hayot juda qisqa. G'azab, adovat, janjal, bularning hammasi befoyda. Aslida muhim bo'lgan narsa bu mehr." Shu paytda eshik taqilladi va kuyov ichkariga kirdi. U onasining yig'layotganini ko'rib xavotirga tushdi. "Onajon, nima bo'ldi?" dedi u. "Hech narsa o'g'lim", dedi onasi va ko'z yoshlarini artdi. "Faqat o'tmishni esladim, nazokatni." Kuyov sukut saqladi. U nazokat haqida ko'p narsalarni eshitgan edi. U bu oilani buzgan,
va ayni paytda ularni qayta qurishga sabab bo'lgan ayol ekanligini bilar edi. U haqida ko'p eshitganman dedi kuyov. Lekin men u haqida faqat yaxshi narsalarni eshitishni xohlardim. U sizni o'zgartirgan bo'lsa, demak u yaxshi inson bo'lgan. Onasi tabassum qildi. Ha, u yaxshi inson edi. Lekin u ham xato qildi. Hammamiz xato qilamiz. Muhimi o'sha xatolardan saboq olish. Bu suhbat hamma uchun juda ta'sirli bo'ldi. Nazokatning ismi yana tilga olinishi oddiy nostalgiya emas edi. Uning ta'siri hali ham davom etayotganini, hali ham odamlarni o'zgartirishga majbur qilayotganini ko'rsatardi. Kimdir undan saboq olib hushyor bo'layotgan bo'lsa, kimdir aynan o'sha voqealardan foyda chiqarib, yangi usullar o'rganayotgan edi. Demak, o'tgan xatolar hali tugamagan. Ular yangi shaklda qaytishi mumkin edi. Kechki ovqat vaqtida hamma yig'ildi. Stol atrofida otasi ham bor edi. Lekin u juda oz ovqat yedi. Onasi uning qo'lini silab, "Yana oz yeding" dedi. Otasi boshini ko'tarmasdan, "Ko'p yeya olmayman" dedi. "Oshqozonim og'riyapti." Qizi xavotir bilan otasiga qaradi. Uning ovozi juda zaif edi. Yuzi oqarib ketgan edi. Bu oddiy kasallik emasligini hamma bilardi. Ammo bu haqda ochiq gapirishga hali hech kim tayyor emas edi. "Dadajon, ertaga shifokorga borishimiz kerak" dedi qizi. "Bu shunchaki o'tib ketmaydi." Otasi boshini chayqab qo'ydi. "Shifokorlar nima deyishadi? Yana bir qancha dori, yana bir qancha tekshiruv, pulimiz yo'q." Onasi va qizi bir-biriga qarashdi. Ikkalasi ham otasining nima demoqchi ekanligini tushunib qolishdi. U o'zini oilaga yuk deb his qilardi. U kasal emas, balki og'irlik ekanligini o'ylardi. Bu fikr uning ichida qanchalik chuqur ildiz o'tgan bo'lsa, uni o'zgartirish shunchalik qiyin edi. "Dadajon, pul haqida o'ylamang" dedi qizi. "Biz hammamiz birgamiz. Sizga g'amxo'rlik qilish bizning vazifamiz." "Vazifa?" dedi otasi va g'azablana boshladi. "Vazifa deganda nima? Majburiyat? Meni istamagan holda qarashmi? Yo'q, men buni xohlamayman." Uning qo'llari titray boshladi. U stoldan turmoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari unga ko'mak bermadi. Birdan u yerga yiqilib tushdi. Hamma hayratda qoldi. Qizi va kuyovi tezda uning oldiga yugurishdi. Uning yuzi oqarib ketgan, nafasi qisilib turardi. "Dadajon, dadajon" deb qichqirdi qizi. "Tez ambulans chaqiring." Kuyov darhol telefonga yugurdi. Onasi esa erining boshini ko'tarib, "Yig'ilib qolma, eshitdingmi? Yig'ilib qolma" deb takrorlardi. Otasi ko'zlarini ochdi va qiziga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv va zaiflik bor edi. "Qizim, men qo'rqaman" deb pichirladi u. Qizi uning qo'lini siqib, "Qo'rqmang dadajon, men shu yerdaman. Hammamiz shu yerdamiz" dedi. Ambulans kelganida otasi hushini yo'qotib qo'ygandi. Uni tezda kasalxonaga olib ketishdi. Qizi, onasi va kuyovi orqasidan yugurishdi. Kasalxona yo'lida qizi ich-ichidan o'zini ayblay boshladi. Nega u otasini vaqtida shifokorga olib bormagan? Nega uning og'rig'ini jiddiy qabul qilmagan? Nega u o'z vaqtida qattiq turmagan? Kasalxonada shifokor ularni kutib oldi. U otasining ahvoli og'ir ekanligini aytdi. Suyaklar ichdan bo'shab borayotgani, tana yemirilayotgani aniq edi. Bu faqat bir qahramonning kasalligi emas, butun oilaning sinovi edi. Chunki kasallik chiqqan joyda pul haqida gap chiqadi.